Haqiqatdan ham mashina yilini qarang, 2022-yil mashina zo'r ekan. Zo'r, haqiqatdan zo'r. Ekranga bitta like bosing, narxi bunaqa narx faqat Karistozda bo'ladi. Kuzatishda davom etingizlar. Kapot ustini qarangizlar. Bitta ham tosh tegmagan, bitta ham. Narxini qarangda, 12500 dan ham pastiga qo'yib ko'ndirib qo'ydim egalarni. Primoy Dekkon nomlarida. Mazza qilmaysizmi? Yaqinda metan gaz yaqinda qo'ygan ekanlar. Yaqin hech qancha bo'lmadi dedilar. ABSlari bor, metan gaz qo'yilgan. Eng zo'r tomoni baxtki. Yangi balon qo'ygan. Yangi balon, yangi metan gaz, 75 ming masofa bosib o'tgan ABS, lyuk, avtomat, hamma narsasi mavjud. Karista o'z kech bo'lishiga qaramasdan mana avzor olyapti. Qarang, holatga baho bering. Primoy Dekkon tayyorlanmagan, bozorga taqlanmagan, pachka qilib apshikalarga kraska sepilmagan, salafanlar kiygizdirilmagan. Olasiz, minasiz, minishga tayyor. Orqasini ham xalq mazza qilsin. O'zim ham boka mazza qildim. Narxiga ham, mashinaga ham, chunki egasidan so'radim. Sostoyangiz qanday dedim. Xarajat motorda yo korobkada bormi dedi. Umuman yo'q dedi. Pul zarur ekan. Haqiqatdan ham mashina boka polirovka ko'rmagan. Mashina o'zi zo'r turibdi. 75 ming masofa bosib o'tgan. Video registratorlari ham bu Tesla monitor. Voy, mana metan gaz. Tagini ko'rdim-ku, mazza qildim. Tagini qarang qanday turibdi. Bagajga yuk ortilmagan. Sizlarda ham sotiladigan mashina bormi? Dehqonmisiz? Bozorga sarson bo'lib chiqasizmi? Ana menga ayting, bepul e'lonim, bepul absolyutno. Bemalol so'rasalaringiz bo'ladi, e'longa qo'ygan mashinalarim hammasi sotilgan. Hammasi sotilyapti. Allohga shukr. Agar siz narxini arzon qilsangiz, mana shunday bir kunda sotiladi, bir soatda sotiladi. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, buni narxini o'zimni charximda bitta mahallada turgan yaxshi insonniki narxini 12300 dollar qilib belgilab qo'ydik. 12300 dollar. Zo'r narxni endi ekranga like bosing. Nomer telefonlar pastda bo'ladi. Hoziroq telefon qilib bosib yuboringizlar. Sog' bo'lingizlar do'stlar.